u yo'q bu yo'q svet yo'q suv yo'q deb o'tirsak o'tiraveramiz ekan. Ana temir kelinim ham kirdi yuvib bo'ldi. Hozir yayib qo'yman. Shu yayadigan qilib qo'ymagan ekanda. O'zim yayishimga to'g'ri keladi. Mayli, shunisiga ham shukr. Shu kelindi boriga ham shukr. Mana bu gaz mana. Hammani xonadonida shuncha yonayotgandir, balki bundan baland yonayotgandir. Yoki Allohimga bir nimam yoqib, menga nazarini solib shu xonadonimga shuncha gazni berib qo'ydimikin a? Mayli, shunisiga ham shukr. Ertalab turib, nima ovqat qilaykin dedim. O'zim kelin, o'zim qizman xonadonda. Muzlatqichni ochsam, bir dona suvagim qolibdi mana. Allohdan yashirmagan, sizlardan nimaga yashiraman? Bir dona suvakcham qolibdi. Sho'rva solaymi, u qilaymi, bu qilaymi deb turib, ichida dona bo'ladi deb mastava qildim. Mana mastava qaynab turibdi, ko'ryapsizlar. Buni tagiga o'tin solganim yo'q, o't yoqqanim yo'q. Endi bo'lyapti-ku mana. Xudo xolasa inshaalloh pishib qoladi. Mana bu qalampirni ko'rdinglarmi? Tuzlangan qalampir. Shuni qo'shib mazza qilib ichib olamiz. Kelinglar, tushlikka mastava. Yarim porsiyadan yetadi, xudo xolasa. Alloh nazarini solsin, barakasini bersin. Qopqog'ini yopib qo'ysam, undan ham qaynaydi. Sharaxta-paraxta bo'lib pishib qoladi inshaalloh. Alloh nasib qilsin. Yegan ichganimizni Allohim kuch-quvvat qilsin. Ilohiy ibodatga kuch-quvvat qilib qo'ysin. Aytadi, yegan ichganim qon tomirimga, jon tomirimga shifoyi nur bo'lib, ibodatga quvvat bo'lsin. Maqtanish uchun aytmayapman, ko'rsatmayapman. Kayfiyatni ko'taryapman. Kayfiyatimizni ko'taraylik. Nima bo'lganda ham kayfiyatimizni ko'taraylik. Kayfiyatga hamma yo'q bog'liq. Omon bo'linglar.